Eng yomon ssenariyni tasavvur qiling. Bu 65 yoshda stol orqasida o'lish emas. Bu 40 yoshda nafaqaga chiqish, o'zingizni daho kabi his qilish va 75 yoshda bankrot bo'lib qolishdir. Bugun biz bitta savolga javob beramiz. 25x sizni ozod qiladi yoki 33x sizni qutqaradi. Mana ikki tomonlama tuzoq. Bir tomonda qadr-qimmatni yo'qotish. 75 yoshdasiz. Bank balansingiz nolga tushgan. Chunki 30 yil oldin yozilgan qoidaga ko'r-ko'rona ishongansiz. Boshqa tomonda hayotni yo'qotish. 80 yoshdasiz. Qabristondagi eng boy odamsiz. Hech qachon kerak bo'lmagan xavfsizlik uchun eng sog'lom yillaringizni sotgansiz. Ikkalasi ham o'lim. Faqat o'lim turi boshqacha. 25x qoidasi jozibali. Chunki unga erishish mumkin. Mashhur Trinity tadqiqotidan kelib chiqqan oddiy formula. Yillik xarajatingizni 25 ga ko'paytiring. Yiliga $50,000 sarflasangiz, sizga $1,250,000 kerak. Har yili 4% ni yechib olasiz. Inflyatsiyani qoplaysiz. 30 yil davomida pulingiz tugamaydi. Mana shu yerda mayda shrift bor. 30 yil. Agar siz 35 yoshda nafaqaga chiqsangiz, sizga 60 yil kerak. 25x qoidasi 30 yilda 95% muvaffaqiyat beradi. Lekin 60 yilda bu rus ruletkasi. O'z hayotingiz bilan o'ynayotgan rus ruletkasi. Mana qarshi argument. 33x qoidasi. 4% emas, 3% yechib olasiz. Matematika oddiy. 1 bo'linsa 0,100 ga 33,10 chiqadi. Yillik 50,000 sarflaydigan kishiga endi 1,250,000 emas, $1,650,000 kerak. Bu mutlaq kafolat. Har qanday bozor inqirozidan omon qoladigan zirh. Lekin bu zirhning yashirin va juda og'ir to'lovi bor. O'sha to'lov $400,000 farq. Yiliga 40,000 tejaydigan o'rtacha xodim uchun bu shunchaki pul emas. Bu qo'shimcha 10 yil ishlash demakdir. 10 yillik ofis siyosati. 10 yillik yo'l azobi. Farzandlaringizning ulg'ayishini o'tkazib yuborish. Buni yana 1 yil sindromi deyshadi. Odamlar 25x ga yetishadi, qo'rqishadi. Yana 1 yil ishlay deyshadi. Keyin 27x, keyin 30x, keyin 33x. Ular oltin ustida yotgan ajdaholarga aylanishadi. G'ordan chiqishdan qo'rqishadi. Sog'lom yillaringizni qalinroq, xavfsizlik yostig'iga sotyapsiz. Ko'proq pul har doim topish mumkin. 50 yoshni qaytarib sotib olib bo'lmaydi. Endi 25x ning haqiqiy zaifligi. U daromadlar ketma-ketligi xavfini e'tiborsiz qoldiradi. Bu moliyaviy eshikdan chiqqan zahotingizoq yuzga berilgan zarba. 25x qoidasi o'rtacha daromadga asoslangan, lekin hech kim o'rtacha hayot yashamaydi. Biz o'ziga xos, o'zgaruvchan va kutilmagan davrlarda yashaymiz. Krater effektini ko'ring. $1,250,000 bilan nafaqaga chiqdingiz. Keyingi yili bozor 20% ga qulaydi. Xuddi 2022-yildagi kabi. Portfelingiz 1 millionga tushadi, lekin siz baribir yashash uchun 50,000 ni yechib olishingiz kerak. Endi qoldik 950,000. Siz asosiy kapitalingizni yemoqdasiz. Bozor tiklanganda ham o'sish uchun yetarli bazangiz qolmaydi. Qaytib ishga kirishingizga to'g'ri keladi, lekin endi mahoratingiz xiralashgan, yoshingiz katta. Bu chuqurdan chiqib bo'lmaydi. 33x esa zarbani yutadi. 1,650,000 bilan boshlaysiz. 20% lik qulashdan keyin sizda hali ham 1,300,000 bor. Kritik omon qolish chizig'idan ancha yuqorida. 33x yaxtalar sotib olish uchun emas. U daromadlar ketma-ketligi xavfidan sug'urta. U sizni har doim suvning ustida ushlab turadi. Ikkala qoidani yonma-yon qo'yamiz. Vaqt ufqi 25x 30 yil xavfli. 33x 60 yildan ortiq abadiy. Bozorga chidamlilik 25x o'rtacha mo'rt. 33x yuqori o'q o'tmas. Erishish vaqti 25x tez. 33x qo'shimcha 5-10 yillik mehnat. Psixologik bosim 25x xavotir va stress. 33x yana 1 yil sindromi. Ko'rib turibsizmi? Hech qaysi tomon bepul emas. Yechim shunda.
Nafaqaga chiqish ikkilik emas. Bu yorug'lik tugmasi emas. Yoqildi yoki o'chirildi degan narsa yo'q. Bu dimmer. Bosqichma-bosqich boshqaruv. Eng katta xato pensiyani bir kunlik keskin o'zgarish deb bilish. Haqiqiy yechim uni dinamik tarzda boshqarishdir. Mana men dinamik himoya to'siqlari deb ataydigan strategiya. 4 bosqich. Birinchi bosqich 25x ga erishish. Bu toksik ishni tark etish raqami. Bu yerda siz texnik jihatdan ozodsiz. Ikkinchi bosqich Coast Fire. Korporativ jahannamdan voz kechasiz, lekin to'liq to'xtamaysiz. Sevimli ishingizdan xarajatlaringizning 50% ni qoplaysiz. Uchinchi bosqich murakkab foiz. Portfelingiz fonda jim ravishda o'sib boradi. Siz allaqachon hayotdan zavq olayotgan paytda. To'rtinchi bosqich Fat Fire. 33x ga yetib kelasiz. To'liq xavfsizlik va to'liq erkinlik. Bu yo'l 25x va 33x o'rtasidagi tafovutni bartaraf etadi. Sizdan kabinetda qolishni talab qilmasdan. Mana eng muhim o'zgaruvchi moslashuvchanlik. Agar bozor qulaganda ham qirol kabi yashashni xohlasangiz, sizga 33x kerak. Bu qat'iylikning narxi. Lekin agar siz inqiroz paytida byudjetingizni 15% ga qisqartira olsangiz, masalan, Italiyaga $10,000 sayohatni bekor qilsangiz, 25x mutlaqo xavfsiz. Siz byudjet tuzishga majbur emasligingiz uchun qo'shimcha pul to'layapsiz. Yashirin o'zgaruvchi, Uzoq umr va tibbiyot. Bu 2025-yil oxirida tajovuzkor tarzda kuchayib bormoqda. Odamlar uzoqroq yashashmoqda. Lekin ko'pincha surunkali kasalliklar bilan. 25x qoidasi inson tanasining qarishini hisobga olmaydi. Hayotning so'nggi 5 yildagi yordamchi yashash, ixtisoslashgan parvarish xarajatlari. Bular boylikni yo'q qiluvchi omillardir. 33x nima uchun kerak? Bu davlat tomonidan boshqariladigan muassasa va manzarali xususiy xona o'rtasidagi farq. Bu o'z tanangizning kelajakdagi parchalanishidan o'zingizni sug'urtalashtir. endi haqiqat. Tanlov sizning shaxsingizga bog'liq. Diagnostika matritsasi. Optimallashtiruvchi va moslashuvchan xarajatlar. 25x yetarli. Siz inqirozda kamarni tortishni bilasiz. Pessimist va moslashuvchan xarajatlar 25x. Coast Fire. Erta chiqing, lekin yengil ishlashda davom eting. Optimallashtiruvchi va qat'iy xarajatlar 30x gibrid. O'rta yo'l. Pessimist va qat'iy xarajatlar 33x zirh. Sizga to'liq himoya kerak. Bu raqam emas. Bu sizning shaxsiy psixologiyangiz. Yakuniy xulosa. Maqsad shunchaki raqamga erishish emas. Maqsad o'sha raqam ta'minlaydigan hayotni yashashdir. Kelajak matematikasi bilan shu qadar ovora bo'lmangki, bugungi kunni yashashni unutmang. Sehrli raqamlarni qidirishni to'xtating. Bardoshli hayot qurishni boshlang.